Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan oksandrolon, ya'ni anavar haqida gaplashamiz. Oksandrolon 1962-yilda ishlab chiqarilgan, uni asosan tibbiyotda ishlatilgan. U jarrohlik, travmadan keyin, kuyishlardan keyin, ya'ni mushak massasini yo'qotmasligi uchun, tez tiklash uchun tibbiyotda ishlatilgan. Keyinchalik buni sportchilar ko'rgandan keyin o'zlarida olib ishlatishni boshlaganlar. Xo'p, oksandrolon anavar yoki oksandrolon yoki anavar ham deyishadi. Asosan birinchi nomi anavar bo'lgan. Keyinchalik uni oksandrolon, oks deb ham nom atashganlar. Oksandrolon dihidrotestosterondan olingan bo'lib, androgenlik darajasi pastroq, anabolik darajasi esa yuqoriroq. Oksandrolon tabletka shaklida, ukol shaklida emas, u tabletka shaklida bo'lgani uchun og'iz orqali qabul qilinadi va 17 alkisitlangan degani bu nima degani? U jigarda parchalanmaydi va qonga to'g'ridan-to'g'ri o'tadi. Jigar uni parchalanishga harakat qiladi, o'zini fermentlarini ishlab chiqaradi ko'proq, bu esa jigarga og'irlik tushiradi. Jigarda parchalanmasa ham jigarga og'irlik tushiradi. Shuning uchun kursda oksandrolon bilan kurs qilgan paytingizda jigar fermentlarini doim tekshirib turish kerak bo'ladi. Xo'p, oksandrolonni yarim chiqish vaqti 9-10 soat. Shuning uchun kuniga 2-3 marta bo'lib ichish kerak bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan oksandrolonni plyuslari haqida gaplashamiz. Oksandrolon yumshoq steroid bo'lganligi uchun pobochkalari minuslari kamroq bo'lgani uchun u ayollar va yangi boshlovchilar o'rtasida juda ham mashhur. Ayollar ham qabul qilsa bo'ladi. Oksandrolon tanada ko'p suv ishlamaydi. Bu esa muskullar quruq va qattiq, relyefli ko'rinadi. Oqsil sintezini oshiradi, ishtahani oshiradi, yog' yo'qotishga yordam beradi. Ayniqsa sushkada, kaloriya defitsitida muskul yo'qotmaslikka yordam beradi. Kuch va chidamlikni va tiklanishni tezlashtiradi. Aromatizatsiya yo'qda, ya'ni estrogen gormoniga aylanmaydi. Bu esa ginekomastliya bo'lish xavfi pastroq. Endi sizlar bilan oksandrolonni yomon tomonlari, pobochkalari haqida gaplashamiz. Oksandrolon yaxshi steroid, ya'ni bo'lgani sababli ham baribir uni xavfli tomonlari bor. Birinchi navbatda bo'lgan aytganimdek, oksandrolon 17 alkitsalangan, ya'ni bu jigar fermentlariga og'irlik tushiradi, tabiiy testosteron ishlab chiqarishni bosadi. Shuning uchun albatta kursda testosteron qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xolesterin buzilishi mumkin, yaxshi xolesterin pasayadi, yomon xolesterin darajasi oshadi. Bu esa yurak qon tomirlari xavfini oshiradi. Tanada va yuzlarda toshmalar paydo bo'lishi mumkin, soch to'kilishi mumkin. Ayniqsa sizning qarindoshlaringizda, ota-onangizda soch to'kilishi bo'lsa, oksandrolon esa buni tezlashtirib boradi. Ayollarda esa ovoz o'zgarishi, tanada va yuzlarda tuklar o'sishi mumkin. Bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qon quyuqlashishi, buyraklarga bosim tushirishi mumkin. Bu esa qon quyuqlashishi, eritritlar sonini ko'paytiradi, gemoglobin darajasini oshiradi. Endi oksandrolonni dozalari va qancha vaqt kurs qilish kerak bo'ladi. Yangi boshlovchilar uchun oksandrolon dozasi kuniga 20-40 mg dan bo'ladi. O'rtacha tajribasi bor odamlar uchun esa 40-60 mg dan bo'ladi. Yuqori professionallar uchun esa 60-80 mg dan bo'ladi kuniga. Boya aytganimda yarim chiqish vaqti 9-10 soat bo'lgani uchun kuniga 2-3 marta bo'lib ichish kerak bo'ladi. Ayollar uchun ham mumkin. Ayollar uchun dozasi kuniga 5-10 mg dan, maksimal dozasi esa 15-20 mg dan bo'ladi. Oksandrolon bilan kurs necha hafta bo'lish kerak bo'ladi? Odatda 4-6 hafta yoki 8 hafta bo'lish kerak bo'ladi. Agar siz oksandrolon soloni o'zini ishlasangiz, testosteron qo'shmasangiz, 4-haftadan keyin asta-asta o'zi testosteroningizni bosib qo'yadi. Xo'p, bugungi mavzuimiz oksandrolon haqida bo'ldi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'ling, videoga bir dona like bosib qo'ying. Hammaga rahmat.